Dunyoni tebratgan 7 buyuk. Ahmad Muhammad Tursun. Mazkur kitobda dunyo tamadduniga ulkan hissa qo'shgan, islom olamida o'z hayoti va faoliyati bilan o'chmas iz qoldirgan Hasan Basriy, Umar ibn Abdulaziz, Abdulloh ibn Muborak, Abu Homid G'azzoliy, Salohiddin Ayyubiy, Amir Temur, Avrangzeb Olamgir kabi ulug'lar haqida so'z boradi. Mutolaa davomida yuqorida tilga olingan shaxslar hayot yo'llariga oid go'zal lavhalarga duch kelasiz. So'z boshi. 10-asrning atoqli musulmon olimlaridan andalusiyalik Ibn Rushd umri davomida faqat 2 kecha kitob o'qimagan ekan. Biri uylangan va ikkinchisi otasi vafot etgan kechada. Tobiinlardan Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu hayotida bir marta kitob, Qur'on o'qishni tark qilgan. Qorason boshlangan oyog'i kesib tashlanganda, og'riq zo'ridan hushini yo'qotgani sabab kitob o'qiy olmay qolgan. Bular o'tmishda kitobga bo'lgan munosabatning ajoyib manzaralari esa-da, yaqingacha ham o'zbek xonadonlarida uzun qish kechalari xira chiroq yorug'ida kitobxonlik qilish an'ana tusiga kirgan edi. Kitob o'qishni bilganlar xalq ichida obro'li sanalar va qattiq hurmat qilinar edi. Lekin ana shunday kitobxon xalqning vorislari hozir deyarli kitob o'qimay qo'ygani ayanchli. Axborot asri, texnologiya zamoni, vaqtning yetishmasligi degan bahonalar bilan kitob o'qishga toqatimiz yetmay qoldi go'yo. Oladigan ma'lumotlarimiz ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa va uzuq yuluq xabar dalillardan iborat xolos. Bu esa aytish mumkinki, millatning saviyasi, dunyoqarashi, fikriy salohiyatining o'tmaslashuviga olib kelyapti. Ayniqsa yoshlarning qiziqishlari va ilmiy bilimlari tobora sayozlashib bormoqda. Ularning bilimdonlik doirasi sport va san'at, ommaviy madaniyat chegaralaridan nariga o'tolmayapti. Oqibat ayanchli, natijalar xatarli. Bizlar esa xotirjammiz, go'yo hech narsa bo'lmayotganday butun hayotimizni, vaqtimizni, aql-idrokimizni o'rab-chirmab olgan qo'l telefoniga yoki oynai jahonga termilgan. Bu bilan boshqa ishlarimiz kabi qiziqishlarimizning doirasi ham tobora torayib bormoqda. Dunyoyu oxiratimizga mutlaqo foydasi tegmaydigan, faqat nafsimizni semirtiradigan hamma narsaga qiziqamiz. Ularga oid ma'lumotlarni erinmay o'rganamiz. Hatto qanchalab befoyda ma'lumotlarni yodlab ham olamiz. Ammo ikki dunyo saodatiga eltuvchi bilim va ma'lumotlarni o'rganishga vaqtimizni qizg'anamiz, hafsalasizlik qilamiz. Qaysidir sportchi yoki artistning tarjimai holini-yu, nonushtaga nima yeyishgacha, xotini kimu qancha bolasi borligigacha qiziqib o'rganamiz-u, ammo boy tarixiy merosimiz, muzaffar ajdodlarimizning hayotlarini o'rganishga vaqt, imkon topolmaymiz. Bulardan ibratlanmaymiz. Bizga mutlaqo daxli bo'lmagan allaqanday mayyalar va atseklar madaniyatini o'rganamiz. Ularga taqlid qilamiz-u, ammo dinimiz tarixi va madaniyatini o'rganishga sabr-toqatimiz, hafsalamiz yetmaydi. Ibrohim Haqqiy rahimahullohda go'zal satrlar bor. Oz ye, oz uxla, oz ich, tan tubanligidan kech. Dil gulshaniga kel, ko'ch. Ko'ramiz, Mavlom naylarsa go'zal aylar. Inson bu yorug' dunyoga faqat yeb ichish, yaxshi kiyinish,
Mol dunyo topib rohat farog'atda yashash uchun kelmaydi. Odamzodning martabasi, zakovati, obro'si uning topgan boyligi-yu qayerda ishlashiga ham bog'liq emas. Inson zoti, shaxsiy kamoloti, fikri va dunyoqarashining kengligi, bilimdonligi va axloqi bilan saralanadi. Shunday kishilar borki, ular o'z ustlarida ishlab, juda katta ilmni, ma'rifatni mustaqil qo'lga kiritishgan. Bunga ularni hech kim majburlamagan yoki buning ortidan pul esa obro' topishni o'ylamagan. O'zining kamolga erishuvi, ilmi, saviyasining oshishi uchun jon-dildan o'rgangan. Hozirgi yoshlar mashhur sportchilar va artistlarni yaxshi tanishadi-yu, ammo jahon tamadduni darg'alari, dunyoni tebratgan buyuklarning shaxsiyatidan voqif emaslar. Hamma narsa maktab yoki oliy o'quv yurti darsxonalarida o'rgatilavermaydi. Bularni inson o'zi uchun kamol topishi, dunyoqarashi kengayishi uchun xolis va mustaqil o'rganadi. Yoshlarimiz tanalarini chiniqtirish uchun foydali va tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilishga urinishadi. Sport klublariga qatnab, mashqlar bajarishadi. Tosh ko'tarib suvda suzishadi, ammo mutolaa hamda bilim egallashga kelganda esa qisqasi kitobning o'rnini boshqa hech narsa bosolmaydi. Hatto bu haqiqatni kitob desa burnini jiyiradigan ayrim ma'naviy tamballar ham tan olishga majbur bo'lishdi. Kitob o'qimagan xalq johillikka mahkumdir. Ilmga intilmagan, ruhiyatini boyitishga loqayd qaragan millatning farzandlari o'zligini, erkini, madaniyatini boy berishi muqarrar. Ana shunday kulfatlar boshimizga kelmay turib, kitob o'qish, uni qadrlash, bolalarimizda kitobga muhabbatni uyg'otish sari yuzlanaylik. Ko'pdan buyon boshqa yurtlarda ketma-ket chop etilayotgan bu xildagi kitoblarning ko'pligiga havas qilib yurgandim. Endi o'zbek o'quvchilariga ham shunday ibratli asarlarning taqdim qilinishi madaniy hayotimizda sezilarli voqea bo'lishi kerak. Toki o'quvchilarimiz nomlari va ishlari butun dunyoga tanilgan mashhur kishilar hasbi holini o'rganib, ularga ergashishsa, qilgan ishlaridan ibrat olishsa, nashriyot ham, muallif ham ko'zlagan maqsadiga erishgan bo'ladi. Mazhabboshimiz Abu Hanifa shunday deganlar: ulamolar hayoti haqidagi qissalar men uchun ayrim fiqhiy masalalardan ko'ra suyukliroqdir. Chunki unda olimlar odobi va go'zal xulqlari hikoya qilinadi. Boshqa bir zamondosh olimning ushbu gaplari ham kishini fikrlashga undaydi. Qissalar tarbiya uchun eng qulay qo'llanmadir. Bejizga Qur'oni Karimning kattagina qismida o'tgan payg'ambarlar va ularning qavmlarining o'tmishda yashab o'tgan xalqlarning qissalarining bayoni kelmagan. Qissa orqali buyruq fe'lini ishlatmay ibodatga, yaxshilikka buyurish mumkin. Nahiy lafzini keltirmay ko'p yomonliklardan qaytarish mumkin. Qissalar ulug'likka undovchi, sabr-matonatga, mardlik va fidokorlikka chorlovchi nidosiz chaqiruv, xorlik, qaramlik, jaholatdan qaytaruvchi sassiz undovdir. Qissalarda himmatni jo'shtirib, oliy qiluvchi kuch bor. Qissalar ovozsiz mohir murabbiydir. Qissalar orqali bir gal olam kezsangiz, bir gal moziga sayohat qilasiz. Qissalar ibratlarga kon, bitmas tuganmas xazinadir. Buning tasdig'i Allohning kitobida kelgan. Dar haqiqat, ularning qissalarida aqli rasolar uchun ibrat bordir. Yusuf surasi 111-oyat.
Ular tafakkur qilishlari uchun qissalardan aytib bering. A'rof surasi 176-oyat. Muhtaram o'quvchim, keling, siz ham dunyo ajoyibotlari haqidagi qissalar mutolaasini boshlang. Jahon tarixida o'chmas nom qoldirgan buyuklarning hayot yo'llari bilan tanishing. Ulardan ibrat oling. Bu dunyo va oxiratingizga ulkan foyda, jamiyatda o'rningizni topishingizga sabab bo'lishiga aslo shubha qilmaymiz. Muallif